Tomoshabin o'rtoqlar. 41-yilda Nardanov xo'shbaxtligida rasmi ham yo'q. O tezroq bilmay yo'qolib ketdi. Yenamiz nemis fashist gazandalar frontning orqasida kurash bo'lgan. Qo'ydi kim bog'ib yetkazib berdi? Malning oxirini kim tozaladi? Yana jilatdim. Ataxon nahvi yig'layapti. Men sizga o'tgan marta aytdim. Siz studiyada o'tiribsiz. Ramkangizni bir eskikamanmi seni ramkangni ukamni topib ber. Meni yana jilatdim seni og'zingga. Unaqa emas ekan. Sen mujikma. Men senga yerim g'ijdivan kapini olib borib osh qilib beray. Ataxon. Ukangiz studiyada. Men ukangizni hozir ko'chaga ketib bo'lsa olib kelaman. Qanday tushundingiz? Subsanliq tushundim, Otaxon. Ukangiz urush yillari Mariya Stepanovna degan xonadonda, ayol kishi xonadonida tashaqlatib yurgan ekan. Buni bilmayman dag'in shu jintiring, belgilar. O'ng tomonida son tomonida donadek holi bor. Holini ko'rganim yo'q, o'zi ko'zim bo'lmaydi mening. Urushchilar oldimga bomba tushirib, "Qancha dedi o'rchasiga sen nixuya tushunmaysan o'rcha." Otaxon, qo'yib qilmang. Ramka bilan gapiring. Yo yo'lda chiqqan turashga deb o'ylayapsiz, zivarvoy yeb ketgan. Yo o'rmondagi qo'ziqorinni ko'ryapsiz. Qo'yib qilmang. Hey, sen qo'yib qilyapsan. Hozir bratvarni chaqiraman, tomog'imni botaman. Qanday tushunding? Sirtliq jimtiring. Belgilar. Belgisini sikazanmi o'sirgan payt qog'imda qildi kelardi. O'sha qog'imda qildi. Ukangiz qildi. Bizam sikkan payti shu qog'imda qilib keldi. O'sirdi-da. O'sirdi. O'sirmaganda biz tanimardik. Topgan bo'lsang olib chiq, og'zingga sikay, bir tomog'ini bosayim, tanib sizlarni.